Çünkü biz yepsimegeligimiz için çokum gong yig'ishimiz kerak. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalarning hozir vatanlar xaylik bo'lsin. Bugun biz o'sha Shenbazorga joylashgan, ya'ni o'sha avariya asosida qarshi tarafga joylashgan Tensiri sog'lomlik kutinish markaziga keldik. Bu yerga men bir oyning oldida o'g'irlash uchun to'xtam tuzgan Yaqubjonning do'yini ko'rgan bo'lishim mumkin. Shu chaqda meni film ta'tillarni men unutmagan. Chunki men dastlab kelib o'zim bir tiyan qilib qo'ygandan keyin haqiqiy o'g'irlab qolib qolsam ta'tilray, bo'lmay qolsam men filmlarni olsam bo'lmaydi deb men o'sha film ta'tilmagan. Bugun oldigani bir bosqich oyoqlashdi. Bir bosqichda hozir 97 kelgan bo'lsam 110 dan 97 gacha 13 kilogram. 13 kilo o'rg'ildim. Mana shu kostyumni men 2020 olgan, kiyimga 3 yil bo'lgan. Buga degan keysam mana shunda yaxshi keldi. 13 kilo, hozir 97 kilo keldim. Demak, men haqiqiy o'rg'ildim. Mushu Yaqubjon ustam meni o'rg'itib qo'yganlik uchun men bugun mana shu filmni bularga haqsiz o'rlashtirdim. Chunki mushu amaliyotni boshqalar ish qilsin, boshqalarni o'rg'ilib olsin, ya'ni nurg'a o'rg'itib qolib, semizlikni tortayotgan, semizlikdan kasallik chiqayotgan, qonimsin bo'layotgan, hatto ba'zi biraylarmi operatsiyaga o'rlashtirmoq ishlar bor. Ya'ni badanda yog' bek chiqqan, operatsiya qilsa tutmaydi, o'rg'ilab keladiganini anglagan. Mana shunday o'rg'itib qolib foydalanib qolsin deb mana shu filmni o'rlashtirdik. Hozir endi biz Yaqubjonni so'zga taklif qilamiz. Mushu texnikalik qama tabobat sohasi turib bizga tushunish birda sizlar anglagandan keyin iddialar o'tib qolsa kelib to'xtamlashib o'rg'ilib olsanlar bo'ladi. Bizden kütüş merkezi bilip, biz işe gelgen kadar biz neçilik tecrübe hem yanı tekniklerini birleştirip, Johnny'ye perde bir süpürüp perdene geçip, metabolizm yapıp, Johnny'ye kontrol cımlığını rağlaştırıp, 5 tane asfaltını içirtip, anındaki tamaklı çıkanlar penalmesinden çıkanlar doğru vermeyemez. Bir kadar sağlam yönetle uğraşımızla üzere kabarastırmış. Ma kütünün sayrıda işçilerden doğru yediğin ya içimlik içinden yok. Hemmini sırttan kılımız ha. Sırttan kılımız. Ben hazır, en akıftımda davalacı koydu, hazır çıktım. Hazır mı yani davalaş kılıç ceyranda 300 gram tevelledim degan gibi. Cınga çıktım, davalaş kıldı, yana çıktım 300 gram. Birli vaqtda 300 gram yığılık taşıqlı buldu. Çünkü bayan nönaqa davalaş kılıç ceyranda beden kızdı, ta'lidoq, ta'ni sürtdoq. Hazır pijanam ta'chib qildi buni. Mushu alatlarda sizlarni mushu tabobat nuqtasida turib ham qarisiq emas. Yani birga ma tamoqning qismimiz azroq. Chunki biz yepsimegaligimiz uchun cho'qim gong yig'ishimiz kerak. Mushul deb turdi, yedigan narsa deb turdi, degan bo'yicha yeysiz. O'riqlaymasangiz, o'riqlab bo'g'iz o'riqtimiz. Bunda bo'lsa, bu shu avariya stansiyasi udilib to'g'ri keldi. Tensiri sog'lomlik kutinish markaziga kelib, o'riqlasanlar bo'ldi.